Assalomu alaykum aziz do'stlar. YMT kanalimiz pul ishlash tizimi bo'landi. Muazzam Jo'rayeva kanallari. Xo'p, hozir kanallarni polni reklama xizmatlarini yoqamiz. Faqat bitta muammo bor. Muammo shiki o'zlariga AdSense ocha olmadik. Kanallar YouTube siyosatiga to'g'ri kelmar ekan. Lekin tayyor AdSense ga ulardim biz. Shunaqa variant ham bor. Masalan, kanallari pul ishlash tizimiga javob bermasa, tayyor AdSense ga ulab yuborsa bo'ladi. Xo'p, buni nima qilamiz endi bilasizlarmi? Bo'ldi, bu tayyor endi xudo xolisa kanallar pul ishlayveradi. Mana zavershini. Chunki tayyor AdSense qo'llanadi do'stlar. Mana shunaqa variantlar bor. Masalan, kanal AdSense ochib bo'lmaydigan bo'lsa, tayyor AdSense qo'lib yuboriladi. Shunaqa variant qo'yardik. Kecha ulagandim, adashmasam mana qaranglar. 21-may. Bugun 22, bir kun deyonyapti qaranglar. Chunki kanalni pol tozaladim men. Jalba, palbalarni mana kanal pul ishlashga qo'llandi, tozalab chiqdim. Lekin adashmasam bitta ikkita bor edi baribir. Qayerdadir bor edi-da. Men videoni o'chirmagandim, spesial sekin o'tkazib yubordik. Xullas mana qayerdadir bor edi. Xullas qayerdadir bor edi. Musiqa olgan, konkret jalb olgan videolar bor edi. Bu yoqdamidi? Topolmayapman. Yo'q, o'chirib yuborishdim. Xullas do'stlar, mana shu kanalimizning pul ishlashini bo'landi. Kanalimiz raqami necha ekan? Raqami qo'yilmabdi hali, lekin xo'p, daftarga yozib qo'ydim. 106 midi, 107 midi? Muazzam Jo'rayeva. Qo'lida do'stlar yordam kerak bo'lsa Telegramdan aloqaga chiqaverasiz. 99 791 32 32. 108-kanal ekan do'stlar. 42-kanalga ulardi sayyor AdSense'ga. Yordam kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Faqat Telegramga konkret yozinglar, iltimos. Masalan, qanday muammo? Misol uchun AdSense muammo yozinglar. Kanalim mana shu linkni tashlaylar. AdSense muammo, mana monetizatsiya jonsorot ko'p tashlaylar. Shunaqa muammo bo'lyapti. Misol uchun pul ishlashga olmayapman. Shunaqa strayk yedim. Konkret yozinglar. Chunki ishoninglar 15 ming odam yozgan. Liskamda bor-ku. Men kuniga 2-3 ta odam ishni hal qilaman, bo'ldi. Chunki bunday qarayman, konkret yozgan odam bo'lsa, tap hal qilib beraman, bo'ldi. Chunki har bir odam bilan to'g'risiga gaplashib charchab qolyapman. Gaplashyapman, 10-15 ming savol berishyapti. Masalan, telefonda u ko'p vaqt oladi-da, ko'p vaqt oladi do'stlar. Shuning uchun konkret yozsanglar, masalan, hal qilib beraman. Umumiy holatda shunaqa do'stlar, 99 791 32 32. Telefon qilmanglar faqat, iltimos qilaman, faqat SMS. Salomat bo'ling.